Redmi Note 13 Pro Plus va Redmi Note 14 Pro Plus 5G ekoyam. Ikkita eng kuchli Redmi'lardan. Kim savoli tug'ilgan bo'lsa-ki, nima farqi bor shu ikkita telefonni? Birinchi farqi shu ikkita telefonni. Ana Redmi Note 14 Pro protsessor Snapdragon, batareyasi 5110 mAh, kamgina kattaroq qilgan. Ana va защита ekrani Corning Gorilla Glass 2 qo'yilgan. Shuncha asosiy farqiyati bo'ladi. Ana boshqa kamerasi, ekoni ham kamerasi 200 megapiksel 5G поддерживать qiladi. Ekoni ham pastida, tepasida dinamik jihozlangan. Ana protsessorlari Snapdragon va Mediatek, ekranlari qarilgan, vlagozashtalari bor. В общем, plus minus 1 desak ham bo'ladi, xato qilmaymiz do'stlar. Faqat video tam farq qiladi. Основной farqiyatlari shu 3 ta farqiyat ediki aytdim. Narxlarini do'stlar 1,5 ming rubldan ham arzon qildik. Eski narxi Redmi 13 Pro Plus 5G 8 ga 256 30 ming rubl edi. Hozir qildik 28.500 rubl va Redmi Note 14 Pro Plus 8 ga 256 gigabaytligi tak 33 ming rubl edi. 31.500 rubl qildik do'stlar. Juda zo'r narxlar, hamma telefonlar original, 1 yil garantiya beriladi. Kim kopya yo dublikat deb o'ylasa, o'zlaring o'ylanglar. Kopyaga 1 yil garantiya beradimi biron kishi? Yo'q albatta. O'sha uchun 100% kelib, ishonchli olib ketishlaring mumkin. Garantiyaning talonini listasiga yozib beramiz. Sizlarga omad. Nomerlar pastda bo'ladi. Like'ni bosishdan esdan chiqarmang. Sizlarga omad, sog' bo'ling.